Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz qirg'izistonliklar, mo'min musulmonlar. Mana inshaalloh bugun Ramazon oyining oxirgi kunlarida turibmiz. Ertaga Alloh izni bilan, Alloh yordami bilan inshaalloh Ramazon hayitiga bolalarga hayit bayramini qilishlik uchun tayyorgarliklarni boshladik. Mana inshaalloh Alloh nasib qilsa, Alloh izni bilan biz Mo'majanish bozoriga kelib o'z xarajatlarimizni qilishni boshladik. Hammalarni ertaga Turon choyxonasida bo'ladigan bayramimizni taklif qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jamollarga borib aytgan sayr etishini qo'ysin, beodoblik qilmasin, Rasululloh keladur. Daryolarga ham aytgan mavjurishini qo'ysin, oldida soqov tursin, Rasululloh keladur. Moliklarga borib aytgan do'zax eshigin yopsin, yo'llariga ko'z tutsin, Rasululloh keladur. Zulmonlarga ham aytgan jannat eshigin ochsin, boshlariga nur sochsin, Rasululloh keladur. Isroilga ham aytgan jon olishin qo'ysin, xizmatda muqim tursin. Allohdan so'rab qolamiz. Doimo boshqa bir-birimiz bilan imtihon bo'lib, o'quvchilarimiz a'lo darajada o'qib, o'quvchilarimiz mana shu o'quvchilarimiz o'qishida charchamasdan يا حبيبي يا Bolajonlar, endi jim bo'lib o'tiramiz. Hatto qizlarimiz chiroq qo'shlarga nashidalar aytib beradi inshaalloh. Sahobalar sevgan nabiy, yeru osmon ummatlarga rahmat bo'lib kelgan nabiy. So'zlay desam so'zlarim ko'p, yuragimda gaplarim ko'p, ko'zlarimda yoshlarim ko'p. Nima dedilar, minmagayman Jabroil, ashobim minmaguncha, minmagayman Jabroil, minmaguncha. Kedirdilar kamsarni, ich Muhammad dedilar, ichmagayman Jabroil, ashobim ichmaguncha, ichmagayman Jabroil, ummatim ichmaguncha. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات 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 لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا
yoshlarda, necha yoshlarda payg'ambar bo'lganlar va necha yil payg'ambar bo'lganlar. 40 yoshida payg'ambar bo'lib, 23 yoshida, ya'ni 63 yoshida vafot etdi. 23 yillik. Rahmat oğlum bana. Bana o senga mana shu elimiz nomidan so'radim. Hop, Amir Temur. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning birinchi ayollarning ismi nima bo'ladi? Xadija. Rahmat qizim. To'g'ri javob berdingiz. Mana sizga savol. Salomat maktabidagi savol. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning nechta farzandlari bo'lgan? Nechtasi qiz, nechtasi o'g'il? 3 tasi o'g'il, 4 tasi qiz. Otingiz nima? Xo'ja. Rahmat. To'xtabayeva. Qani, yoshlari kichik emas bularda. Bularni holatiga qarab savol beramiz. Xo'p. Men aytaman. Sen ayta savolim bor, sen savol ber. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam ismi nima? Muhammad. Maşallah. Bir maşallah bana savol. Mana o'g'lim senga savol ber. Maşallah. Bu bir maktabiga savolimiz. Islom dinida nechta bayram bor? Ro'za hayit. Keyin Eid Qurbon bilan Eid Ramazon. Benim savol. Mana qizim sizga. Bashi eslar elimizdan. Endi ko'chma maktab. Assalomu alaykum. Qani o'g'il bolalar bergan savol berur ya. To'rtta choryoq sahobalar kim sanadi? Umar ibn Hattob, Abu Bakr Siddiq, Usmon ibn Affon, Ali ibn Abu Talib. Rahmat o'g'lim, Alloh rozi bo'lsin. Mazkur javoblarni yaxshi mazza qilishlar. Mana o'g'lim, yaxshilik kunlaringni ishlating. Qani, birinchi qo'llarni tayyorlash Abu Qasimdan kim keldi? Abu Qasimdan Umar ko'tardilar. Davr bor kerak. Sizlarga savol. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga vahiy olib kelgan. Farishta qattiq. Rahmat o'g'lim, mana senga. Mana sovg'a. Молодец. يا خبير يا Maktabdan bo'lsa mashinaga bitta savol beramiz. Kimisi javob bersa aql bo'ladi. Ha, rozimi hamma? Qizlarim katta qizlarim bo'ladi. Yosh kishilar qizlar ham bor ekan. Xo'p. Yana o'sha savol beraman. Yana qaytaraman qo'yaman. Ondagi eng qisqa surat. Havla topshir bo'ldi. Kavsar surasi. Ber. Po'shoq qo'ydilar. Yo'qchi bor maktab bitirdi. Xo'p, o'tirgan o'g'llarim, ladani o'yinlarini boshladi xudo xolasa. Har bitta maktabdan bittadan o'qituvchilar tortadi. Bitta qonun qoidasi bilan tanishtirib o'taman. Biz avvaldan nomorlarga plyujlarni yozib qo'yganmiz. Mana yerga raqamlar yo'q, 24 ta raqam bor. Kimni peshonasiga qaysi raqam tushgan bo'lsa, bu yerdagi sovg'ani qaraymiz-da, sovg'ani beramiz. Qani opang, bismillahni oldinchi nima to'g'ri deyapti? Akram ashada turib turasiz. 20-chi raqamda to'p ekan. Maktabga bolalarga ishlaydi. Maktabda har qanday ozgina bo'lsa ham superlari ham bor. Chiqib qoladi. 21-chi. Globusni kattasini olib keling. Maşallah, globus. Globus kattasini olib keling. Abi şu bolalarni o'qitayotganda ozgina bo'lsa ham foydasi tegsa biz xursandmiz inshaalloh. İnşallah.
maktabi? 13-chi. 13-chi. Nima olur sirli fanalari bilan yonib turgan turli bo'lsin. Mana shu shahar hamma yo'lni o'qib beradi. Afrikasi bor, Amerikasi bor. Bolalarım oturuyorlar, oturuyorlar. 5-chi raqam. Soat ketdi mana katta prizlarimiz. Pulli bo'lsin. Maktabimizni to'g'risida xabar bermaysiz shu soatda. Pulli bo'lsin. Mana shu Aravon elini eslab yurasizlar inshaalloh. Bu sovuqdimi? Kunduz kechasi demasdan elimiz ishonib topshirgan omonatlarini doimo o'z vaqtida yetkazib keltirib xizmat qilayotgan yigitlarimiz bor. Shu elimizdan, bolalarimizdan, ko'pchilikdan bir taklif tushdi. Biz endi deydi ularga bir sovg'a bera olmayapmiz. Ularni biz mukofotlayolmayapmiz. Shuning uchun bizning nomimizdan shu xizmat qilayotgan akalarimizga rahmat aytib qo'yinglar. Biz bolalarning nomidan, biz opa-singillar nomidan aytib qo'yasizlar deb shu narsalarni bizga taklif tushdi. Haqiqiy bo'lishligi uchun, shularni xizmati rostlikdan shunaqa xizmat bo'lishligi uchun Alloh qilgan xizmatlariga pechatlarini ham bosib beramiz deb pechatlarni bosib direktorlar qo'lab qo'yib berdi shunga. Hozir shu akalarimizni, uchalarimizni bir barakaga taqdirlashni boshlaymiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Familiya oti bilan chaqiraman, akalar kelib mana shu yerda qator bitta turib berasizlar. Nafami surat video bo'ladi inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Bizni mana shu yaxshi yomon kunlarimizda kechasi kunduzi xizmat qilib, bizni mana shu qilayotgan ishlarimizni ommaga olib chiqib, videolar qilib, omonatlarimizni ko'rsatib berayotgan, xizmat qilayotgan Halilov Mo'yinjonga hammamiz birgalikda rahmat aytib qo'yamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qiyomat kuni faqir va yetim bolalarga Alloh shunday deydi: "Boqing, kim sizni taomlantirdi? Kim sizga suv berdi? Kim sizga kiyim kiydirdi? Endi shular o'shalarning qo'lida, o'sha kimsalarning qo'lida va birgalikda jannatga kiring" deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham hadisi qudsi. O'zim boraman men. Xo'p. Yana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayotki, Safvon ibn Sulaymon roziyallohu anhu rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam beva va yetim uchun xayr harakat qiluvchi Allohning yo'lida mujohid kabidir. Yoki nahorda roza tutib, tunni bedor bo'lib o'tkazuvchi kabidir dedilar. Ikki shayx Termiziy rivoyat qilgan. Buni boshida o'qitamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Halilov Mo'yinjon, sizni Alloh uchun qilgan xizmatlaringiz uchun Aravon saxovat hadiya fondi tomonidan Aravon eli, onalarimiz, opa-singillarimiz, yosh bolamiz nomidan sizga tashakkur bildiramiz. Alloh sizni qiyomat kuni ajri soyasida soyalantirsin. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Rahmatga degan xizmatlaringizga rozi bo'ling. Mana shu Aravon elimiz nomidan. Rahmat. Qosimov Elyorbekni chaqiramiz. Qosimov Elyorbek. Keling. Alloh rozi bo'lsin uka. Degan xizmatlaringizni mana shu elimizni, mana shu bolalarimiz nomidan qabul qilasiz. Xo'p. Keyingisi Abdullayev Ulug'bek. Abdullayev Ulug'bek. Ulug'bekka xizmatlaringizga rozi bo'ling. Doimo mana shu farzandlarimizga, mana shu opa-singillarimizga xizmat qilib yuring. Charchamanglar xizmatda. Keyingisi Sultonov Bahodirjon. Bu Sultonov Bahodirjon deb familiyasi bilan otini aytib qo'ydik xolos. Mana shu bizni Turon kafesini oshpazi bo'ladi. Qachon kelib biz shu akamizdan iltimos, bolalarimiz keladi, mehmonlarimiz keladi desak, yo'q demasdan doimo bizni xizmatimizni qilib bergani uchun, elimizni xizmatini qilgani uchun Bahodir akamga tashakkurlar aytamiz. Bahodir aka, rahmat. Doimo xizmatlaringiz charchamasdan. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Mana shu Aravon saxovat gruppasida M-Bank bor, M-Bank. 555 bilan 63 64 11.
Mana shu emmakni egasi bizni kasrimiz ham buxgalterimiz Alimov Mansurbekka beramiz bashi. Tashakkurnomani. Doimo xizmat qilishda charchamasin. Uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Xizmatingizga rozi bo'linglar. Bu bizni yana bitta ukamiz. Bu ukamiz usta. Qachonki biz bir Aravon sahovatdan bir joyga yordamga borsak yoki asharga borsak, mana shu ukamiz brigadasi bilan borib, Alloh uchun juda chiroyli ishlarni qilib beradi. Bu ukamiz Abduvaliyev Jahongir. Jahongir Kaleyka. Keyingisi bizni bir ukamiz bor. Uzoqdimi qachonki biz chaqirganida yetib keladi xizmatlarga. Qurbonov Farhodjon. Qurbonov Farhodjon aka, xizmatlaringizga rozi bo'ling. Mana shu yerimizda doimo xizmat qilyapsiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hop. Endi marta bizda bitta erkak to'yimiz bor. Kechasi 2 bo'ladimi, 3 bo'ladimi? Ke? Yorqin ekan bu. 78 yoshda bo'lgan. Ashetda bitta padarga bekitib qo'yganmiz. Karobda. Qo'yinchiga rashid. Qo'yinchiga. Qo'chin paketini. Qo'chin. Aravon saxovat yo'lida mana shu bizni qatnashchilarimizni eng katta yoshdagi ulug' opamizga mana sovg'a qilamiz. Opa, hayringiz qurbon bo'lsin. Yaxshilik kunlaringizda chiroyli bo'lib, maza qilib choy ichib o'tirishga nasib qilsin. Bizni ham shu yoshlarga yetib yurishni nasib qilsin. Xo'p, erkak kishilardan eng yoshi ulug'i men desam Bahodir aka bor ekanini ko'rib qoldim hozir. Maşallah. Ashkarib keling, Bahodirga keling qayta. Mashada eng kattasi siz ekansiz. Biz bir surpriz qilmoqchilik, yoshi eng kichiklar bilan qiz bola, ayol kishi qiz bolalar va yoshi eng kichiklar o'g'il bola va eng yoshlilar. Bahodir aka, bu narsa sizga nasib qilgan ekan. Yaxshilik kunlarni issiq ko'plardan chorlaysiz. Sog'lik, hayot qulun bo'lsin. Xo'p, bolalarim, sizlarga sovg'alarimiz o'tyapti. Aravon elimizga rahmatlar aytamiz. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Mol dunyosini ko'paytirsin. Sizlarga shu Bishkekda ishlagan akalaringlar shunaqa g'am qilib, shunaqa haligi jon kuydirdi. Hattoki biz bayram qilolmaydigan holatda edik. Lekin bizni qo'zg'atgan shular bo'ldi. Boringlar, bu bolalar sizlarni yo'linglarga ko'z tikadi. Hayit bayramini qilib beringlar deb bizni yanada rahbarlantirib, mana shu kungacha yetkazganiga shukrdim Allohga. Ularning haqqiga duo qilib yuribmiz. Hozir oshdan oldin. Hozir osh solamiz. Osh solgandan keyin hamma joyda o'tiradi. Tarakalarini beramiz. Shundan oldin shu akalarimiz mana shu yerga kelishga sababchi, sizlarni shu yerga kelishga sabab bo'lgan akalarimiz haqqiga bir duo qilaylik. Alloh taolo ana shu Alloh subhanahu va taolo mana shu aka-ukalarimizni, mana shu sizlarga ehson berayotgan akalarimizni, ukalarimizni, opa-singillarimizni ba'zi birlari bor. Pensiyasidan pul beradi. Ba'zi birlari bor. Maktab pulidan oshirib pul beradi. Alloh hammasini moliga, joniga baraka bersin. Alloh subhanahu va taolo mana shu bolalarga, farzandlarimizga qanaqa yaxshi niyatda ehsonlar qilib, bayramlar qilib berayotgan bo'lsa, qiyomat kuni Alloh taolo ularni ham barakotli, xayrli qilib Firdav jannatlar, Zayon jannatlarni nasib etsin. Alloh musofir yurtidagi aka-ukalarimizni, shu yerdagi aka-ukalarimizni yuzlarini yorug' qilsin. Alloh do'stga zor, dushmanga xor qilmasin. Ularni hech qachon do'st dushmanlarga shambanlik qilmasin. Alloh subhanahu va taolo
ular bizga birni bergan bo'lsa, Alloh taolo ularga mingni bersin. Alloh subhanahu taolo qiyomat kuni ularning yuzlarini yerga qaratmasin. Biz ularga Alloh uchun rahmat aytamiz. Ular sizlarga Alloh uchun mana shu bayramlarni uyushtirib beryapti. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Va sallallohu taala ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Oshga duo. Bobirak osh so'ring. Bolalar, o'tiringlar, kelinglar. يا خبير يا Kelindi Jabroil arshni supurgil bunga mehmon bo'lgani Rasululloh keladi mazag'al basor ko'zlik shamsa zuho yuzlik barchada shirin so'zlik Rasululloh keladi shamol O'zlari o'qitib tarbiya qilayotgan o'qituvchilarga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Doimo shu bolalarning baxtiga savob bo'linglar, salomat bo'linglar. Bolalardan ko'ra oldinlar biz mana shu o'qituvchilarga sovg'alar ulashishga va'zim topdik. Ulug'bek aka, bugun mana shu xabarlarimizning farqli o'rni oz bo'lsa ham ko'p o'rniga ko'rasizlar. يا خبير يا kelindi Jabroil arshni supurgil bunga mehmon bo'l Bolalarning barchasiga umrlari uzun, omma-muslilarga baraka payiz bersin. Xaridorlar sog' bo'lsin. Allohning suygan bandalaridan bo'lib yurishga nasib qilsin. Assalomu alaykum. Hurmatli jamoat, sizlar bizim bolalarga ko'ngillayotgan Xudoning ishga sevdirib, ochlar, xaridorlarning yuruvchilari, jalbi elchi bizga xizmat qilib chiqqan barcha xizmatkorlar barchamizga çok rahmat. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerden yaxshi ishlaringizni ko'rib shu yerda o'tirgan bolalarimiz sizlar siyaqli tarbiya olun. Ehsonli doimo el uchun tarqata turgan, muhtojlarni qo'llay turgan sizlarga o'xshash ayko'l inson bo'lsin. Sizlarga çok rahmat. Allah razı olsun. Ularning ehsonlarini doim berganini qabul qilib, o'qigan namozingizlarni, o'qigan o'ro'zalaringizni doim qabul qilsin. Bunday aytlarni ko'p ko'radi, qatorozdan xudo bo'lmay sizlardan ko'radilar. Baybichalarga men kuch bo'lib o'ynayman. Rahmat. Rahmat, sizlar yoshlarga kirmish bizga ham nasib. Shu xizmatim mana bugungi son vaqtdan mehmon bo'lib kelgan odamlar, yoshlar, o'quvchilar, muallimlar, ularga xizmat qilayotgan insonlar barlari mana bugun Xudoning o'ng'aygan kuni aytdini, barlaringizga ayt bayramingizga qutlug'layman. Barlaringizga yaxshiliklar bo'lsin, dunyoda hech qachon jamoatchilik bo'lmasin, o'rinlar bo'lmasin, yomon kunlar bo'lmasin. Shunchalik qilib dasturxon joyi bizim yosh yetimchilarga dasturxon joyi xizmat qilayotganingizlar uchun biz cho'ngdan cho'ng rahmat aytamiz. Boshimiz egilib yerga teggangacha xizmat shunchalik xursand bo'lib o'tamiz, shunchalik bolalar uchun ko'nglim ko'targaningizga
Men qarasam yerda büyük men özümü qaballarım ekenman. Mına Navay mektebinde 43 yıldan beri xizmat qilaman. Artık men baldarning barini ko'p tanıyotam. Menin o'quvchilarim eken. Rahmat baldar sizler. Şu Xudoyim sizler baldarga birdi berseler, Xudoy sizlarga mingdi bersin. Men kettirgan rasxodimni Xudoyim hayratdan to'ldirib qo'ysin. Rahmat sizlarga, rahmat cho'ngdan cho'ng. Allah'ım her bendeni kıyamet gününe o'zini mo'min bandalarini do'zax o'chini harom qilib Firdavs jannatlardan joy bergin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanata ve qina azabannar. Ve sallallahu teala ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bi rahmetike ve rahmi Allahu ekber. يا خبير يا kelindi Jabroil